Bu juda katta mavzu. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Agar siz organizmda kasallik bilan kurashishni tayyorlamasangiz, bu mavzuga e'tibor qilmasangiz, siz ko'p va qimmat pul sarflashga, lechenlarni ko'p olishga tayyor turing. Birinchi navbatda organizm tozalash uchun 5 kun, 10 kun, 20 kun vaqt yetmaydi. Sababi organizmda qolib ketgan shlaklar, axlatlar, undan tashqari ximik moddadan qolgan assortkalar va kasallikdan qolgan asoratlari, ularning hammasi organizmda yig'ilib yillar davomida yig'ilgandan keyin bunaqa qisqa muddatda tozalab bo'lmaydi. Hujayra darajasi tozalash uchun kamida 30 kundan 60 kungacha vaqt kerak bo'ladi. Tozalangandan keyin organizm to'yintirish kerak. To'yintirish uchun kerakli bo'lgan oqsil, aminokislotalar, makro mikronutriyentlar, minerallar hammasini organizmga berish kerak. Lekin buni oddiygina kapnisa orqali, oddiygina bir dori-darmon orqali olib berib bo'lmaydi. Oddiygina aptekadan olinadigan so'mka dori bilan organizm to'yintirib bo'lmaydi. Organizm birinchi navbatda kerakli oziqa bilan to'yintirasiz, ana keyin kasallik bilan kurashib beradi.